Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. 9 yilning oxirida 1 etajli 166 kvadratli podkuch holatda hovli-joyimiz sotib olgan ekan. Ko'rib turganingizdek 1 etajli bo'ladi. Plus bu tarafında mashin qo'ygan yerimiz ham bor. Eldiramina bog'la tushgan tayyor ko'cha bo'ladi yurtdoshlar. Fasadlarimiz ham tuzatilgan. Aynalarimiz ham eshiklardan sifatli eshiklardan qo'yilgan. Eldira siyashga bo'lib turibdi. Bu yerda yana girish xoti, bu tarafında garaji bo'ladi. Garant tarafdan tushuntirib qo'ysak, darvozalarimiz ham tozadan qo'yilgan ekan. Mashin qo'lga girib turaveradi. 3 mashin, 4 mashin orqaga sig'adi. E'tibor beramiz yurtdoshlar. Garajimiz ham yana o'rnatilgan. Uyimiz akkuratli holatda. 166 kvadrat bo'ladi. Fasadlarga ham e'tibor beramiz. Bellayna so'qillarimizdan kafelar bilan zatilib turibdi. Tayyor ko'cha. Eshiklar ham yana kafelar bilan zatilgan. E'tibor beringlar. Uyimiz podkuch jihozlari bilan sotiladi yurtdoshlar. Konditsionerimiz ham qo'yilib turibdi. Feyzli bir xonadan birgalikda yurib chiqamiz. 9 oxiridan so'rab bo'lgan yurtdoshlarimizni tashab qo'yamiz. Bismillah. Girganimizdan keyin qalan dokument 100% tayyor. Doğru adlarga o'tadi yurtdoshlar. Patoklarimiz yana o'rtasida natijnoy, davrakda yana galogenlar tashalgan. Ve registrlarimiz ham tashalib turibdi yurtdoshlardan. Birinchi yana ko'rsatgan narsamiz sizlar xudo xolasa dokumentlarimiz yine tayyor. 166 kvadrat yine bir de yine köçürmesi. Dokumentte muammo yok. Yurtdoshlar doğru adlarga o'tadi. Xolos hozir bemalol notaray olib borib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu tarafimizda yana girish qismi. E'tibor beringlar, uyimiz dim chiroyli, akkuratli holatda. Feyzli xonadan gijinlarimiz, oyoq tiylar kafe bo'ladi. Birimizda yana umumanliklarimiz tasavvur turibdi. Yerimizde konditsionerlarimiz yine yurtdoshlar barcha jihozlar qoladi. Yurtdan vajlaysiz emas qoladi. Yana bir narsani aytib o'tamiz yurtdoshlar. Xolasozda jihozsiz kelsangiz ham bo'ladi. Pochta ham mesela paket tutib yurtdoshlar. Bir de prixorshga mebellarimiz, bir de yine miyaqchilarimiz, ustallarimiz, televizor zonamiz, televizorlarimiz ham asal turibdi. Uyimizni ko'rib turganingizdek akkuratli holatda. Dalollarimiz ham keng, enini 8 metrdan sal ziyod raqam ekan yurtdoshlar. Birimizde zal joyimiz. 6 granit koyup çıkan. Registrler koyup turibdi. Gaz, su, svetdan общем muammo yok. Toza ashkabatski'da bo'ladi birimiz. 9 oxiri toza ashkabatski. Bir zal. Zal ham keng, uzun, e'tibor beringlar. Uyimiz общем zo'r. Ensiz emas. Xonalarimiz zo'r tushgan. Bedene mebellarimiz ham toza ekan. E'tibor beringlar, televizorlarimiz ham Artel firmadan qo'yilgan. Akkuratli holatda o'ynaymiz. Bir-biriga qo'shib turibdi, ko'rpachalarimiz ham. Bemalol gap ko'rishingizni so'raymiz. Bu yerda yurtdoshlar gaz, suv, svet hamma narsasi tayyor dokumentlari ko'p yerda bilsangizlar, sal muammo bo'lib turibdi. Bu yerda hamma narsasi tayyor. Doğru adlarga o'tadigan bo'ladi. 2 spalni bir zal tushgan. Chap qo'limizda yana bir spalnimiz. Yurtdoshlar plus yerlerini tushuntirib boramiz. Bu tarafimizda yana garaj taraf, aynamiz sharaqragan. Yorug'ligi zo'r uyimizni. Oyoq tiylarimiz laminat, registrlar tasavvur turibdi. Bir de mebellarimiz ham qoladi yana. Eshiklarimiz high-tech eshiklardan qo'yilgan. Tak, birimizda sanuzel. Sanuzelimiz ham yana polni kafeden chiqib turibdi. Bulusini uvalib vannalarga qo'yilgan ekan. Aristonlarimiz bor. Pataqlarimiz natijnoy, umumanliklarimiz ham tashalib turibdi. Eshigimiz akva bo'ladi. Birimizda kuxnyasi. Kuxnya e'tibor beringlar, keng. Xolos hozir ishida o'rtada ustma ust qo'yib, polni o'tiradigan stezlar ham bo'ladi ekan. Kuxnya mebelini ham adashmasam 20 million bo'ldi dedilar. Sifatli narsalardan zatilgan. Mana tovarni ko'ringlar, yaqindan ko'rsatamiz. Üstten taraflarında qilchilagan emas, motiviy. Birimiz ham yine hozirgi svetlardan, moda svetlardan ustalardan ham yine sifatlisidan umumanliklarga e'tibor beramiz. Hozirgi moda umumanliklardan yine. Bir de kir mashinlarimiz ham bor. Gaz plitkalarimiz ham yuminiyandan qo'ygan, vitishchalarimiz, bir de yine 2 etajli xonadonimiz ham bor. Uyimiz akkuratli tuzilgan. Yashash uchun yurtdoshlar
faydalanış üçün məhz. Ve yan tarafımızda yine Lukonta indikatorumuz uzunlatılığı. Registerle tasalt tuttu. Birimizde yine bir spanlis. 2 spanli, bir zav. Bir de ki meyvelerimizden kaladı. Halasazda yurttaşla cihazsız gəlişsizlərə molada öyn egəsi bilən özəyi savdalaşa verəsilə etçələmiz özəyizini gəpləşdirəmiz. Birimizdə yine bağ tərəfimizdən bağ. Bağı bağ məkənində soruyordu yurttaşlarımız. Yine birimizdə bağ tərəfi ayan tərəfdən həm göstərdik. Gördüklə. Bağ tərəf həm giyin. Bir də yine yazgı qazonca qamat qoydular ki. Boyunlu bir yerə çıxıb otursazlar, təpçən qoyub qoysazlar həm boladı yine. Təpçanlarımızdan bu. Şunda yurttaşlar bunun narxına gələn olsaq, narxı 630 milyon tutdular bərçə cihazı bilən. Əgər də cihazsız alaman desəydilər, üstündə öyn egəsi bilən özəyi savdalaşasılar. Kimə maraqlı olsa bemal telefona verəsilər. Satılan miqrayız olsan bemal telefonla satışlardan verəmiz. Bu Hüseyin Bayuca kanaladır. Etibarlar üçün rəhmət. Sağ olun və salamat olun.